Assalomu alaykum, men hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim, hammangiz sog' salomatmisizlar? Payshanba tongi hammangizga fayzli, barakali bo'lsin. Hammangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hamma tutgan ro'zanglar, o'qigan namozinglar Alloh dargohida qabul qilsin o'rtoqlar. Biz mana avtosalonga ketyapmiz. Kecha Malibuni qo'ygan edim. Hamma so'rabdi, Komil opa, zo'r Malibu. Haqiqatdan ham bor-u. Malibuni men mensimagan ekanman. Shunaqa zo'r ekan, boshqa Xitoy mashinalaridan ham shunaqa aytganingizni qilar ekan, emotsionalniy mashina ekanda. Shunda anu motorlarning ovozini eshitasiz, mashinani his qilasiz. O'shaning uchun bizda Malibu XL bor, faqat qora rangi bor. Boshlang'ich to'lovi 13.850 dollar bilan olib chiqib ketasizlar. Oylik to'lovini 11.616 dan bir dona pasport evaziga 12 ta viloyatga 3 yilga avtokredit qilib beramiz. Xohlasanglar 5 yilga cho'zsanglar bo'ladi.